bekatda tushib qoladi. Qani, hamma tayyormi? Ha! Qani ketdik unda. Hozirgi bu markazimiz tuman nutq markazi. Bunda kim tushishni xohlasa, marhamat. Qani E'zozaxon, Gulruxsora, Mohiraxon va yana kim xohlaydi? Asbek. Bo'lmasa bular bilamiz xayrlashib, keyingi bekatimizga ketamiz. Xayr, omad. Ketdik. Keyingi markazimiz san'at markazi. Qani san'at markazi kim tushib qolish xohlaydi? Mubinaxon, Imonaxon, Zebo, Shodiyaxon. Qolganlar bilan biz bular bilan xayrlashib, keyingi markazimizga yo'l olamiz. Xayr. Keyingi markazimiz ilm-fan va tabiat markazi. Qani ilm-fan va tabiat markazi kim tushib xohlaydi? Azbek, Ulug'bek, Sizam Afzalbek va Behruzbek tushib qolar ekan. Bularga ham omad tilab, yo'limizni davom etamiz. Xayr. Keyingi markazimiz san'at markazi. Bu markazimizga kim tushib qolish xohlaydi? Qani Madinaxon, Manzura, Gulasalxon va Shukronaxon xohlashdi. Qolganlar bilan biz yo'limizni davom etkazamiz. Xayr. Va so'nggi markazimiz qurilish yasash va matematika markazi. Bunda o'zi 4 yigitimiz qolishibdi. Hamma o'zini markazlarda nima ish qilishini biladi.